Assalomu alaykum. Qadri baland qadrdonlarim, bugun 2025-yilning 27-noyabr sanasida sizlar bilan yana bir bor Maftuna brendi kanalida ko'rishib turganimdan xursandman. Hurmatli kuzatuvchilar, hozir kechki ovqatiga lag'mon sho'rva qilmoqchiman. Hamma mahsulotlarni to'g'rab olganman. Hozir endi ovqatimizni boshlaymiz. Tomog'im g'alati bo'lib qolgan. Ovozimdan bilinyaptimi, hurmatli kuzatuvchilar? Ovqatimizni boshlaymiz endi. Nima deydi? Sabzi, sholg'om, kartoshka, piyoz, go'sht, lag'mon va no'xat. Tabga ko'ra ozgina xohishingizga qarab ziravorlar solish mumkin, zelen solish mumkin. Hamma o'zini xohishiga qarab tayyorlaydi. Endi ko'pchilik lag'mon bunaqa tayyorlanmaydi. Kartoshka qo'shilmaydi, no'xat qo'shilmaydi deb yozishi mumkin. Endi biz o'zimiz nima deydi, xonakilashtirib tayyorlayapman. Albatta choyxonada, restoranlarda qilinadigandan farqli, bu ham juda ham shirin bo'ladi. Boshlaymiz endi ovqatimizni. Video boshlanishidan oldin aytib o'tay, Maftuna brendi kanalini shunchaki kuzatib turganlarga obuna bo'lib, like bosishni ham esdan chiqarmang. Hurmatli kuzatuvchilar, xo'jayinim menga guldasta jo'natibdilar. Zelendan topgan gul, topmagan bir bog' piyoz deyishadi. Shunga mana shunaqa menga chiroyli guldasta jo'natibdi xo'jayinim. Chiroylimi? Hozir bularni ham endi yuvib dasturxonga suvini sergitish uchun qo'yib qo'yamiz. Yog' qiziga solib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kızargandan keyin piyozlarimizni solamiz. Bu fursatdan foydalanib xo'jayinimga rahmat aytaman. Doim roliklarimda yaqinlarimni, onamni, jigarlarimni duo qilar edim. Bu safar xo'jayinimdan duo qilmoqchiman. Allohim ishlariga barakasini bersin. Ishlarini barakasini bersin. Saxiy boylardan bo'lsin. Allohim yaxshi niyatlariga yetib yursin. Birga qo'shib qarib yurishlik, to'y tomoshalar qilishlik, umra haj safarlariga birgalikda borishlikni Alloh nasib aylasin. Doim bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, mana shu kungacha erkaliklarimni ko'tarib, xohlagan kiyimimni kiyib, xohlagan joyimga borishimga imkoniyat yaratib berganliklari uchun alohida o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Har bir inson o'z jufti bilan baxtli bo'lsin, ilohim. Hammani o'zini jufti bilan Alloh yaratgan. Ayolni erkak bilan, erkakni ayol bilan yaratgan. Faqat yolg'izlik Allohga xos.
Shuning uchun xo'jayinim bilan qo'sha qarib yuraylik. Farzandlarimizni rohatlarda ko'raylik. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Meni baxtimga ayam, dadam, ya'ni ota-onasini, jigarlarini baxtiga doim sog' bo'lib yursin. Baxtimizga, farzandlarimizni rohatini ko'rishga nasib qilsin. Yana bir bor aytaman. Baribir Allohga suyanamiz albatta, lekin doim bir-birimizni qo'llab-quvvatlash, shuni qilsam, uni qilsam deb er-xotin bir butunlikda ko'pchilik o'ylashi mumkin, er nimaga kerak? Juda ham mana shu bir necha yillar oldin muhokama bo'lib ketgan-ku, er nega kerak deb. Lekin albatta turmush o'rtoq, ya'ni nima deydi, oilani ustuni bu erkak kishi bo'ladi-da. Erkak kishi albatta o'sha oilani ushlab turadigan bir mustahkam bir qalqon sifatida men tushunaman. Kimlargadir bu oddiy hol bo'lishi mumkin, lekin men xo'jayinimni shunday tushunaman. Shuning uchun umri uzoq bo'lsin. Yana bir bor aytaman. Doim bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, hozirgi kunda va oldin qanday bir-birimizni hurmat qilgan bo'lsak, yaxshi ko'rgan bo'lsak, 70-80da ham xuddi shunday birgalikda umr guzaronlik qilish nasib aylasin. Mana hurmatli kuzatuvchilar, tilla rangga kirdi. Endi bunda tuz solamiz. Juda ham tez tayyor bo'ladigan ovqat. Kartoshka, sabzi, sholg'omlarimizni ham solamiz. Birgalikda qovuriladi. Yana ham chiroyli, shirin bo'lishi uchun mana bunday agonetlarni solamiz. Qip-qizil bo'lishi uchun ko'proq solamiz. Endi ozgina zira solamiz. No'xatimizni solib, suv ham solamiz. Kamayadi bu hali. Qaynashini kutamiz endi. Do'stlar, lag'monga soladi-ku. Nima deydi shuni? Jan tuxmi. O'shanaqani o'rniga men doim ukrupni mana bu tag tarafini so'raman. Yana ham zo'r maza beradi. Ovqat pishguncha bu ham pishib ketadi.
Hurmatli kuzatuvchilar, qaynayapti lag'monimizni podlivasi. Miltillab ranglari chiroyli. Ko'proq qaynasa shira tortib shirin bo'ladi. Zelinlarni yuvib qo'ydim, ana dasturxonchaga pastga. Suv sergagandan keyin chiroyli qilib dasturxonga tortamiz ovqat bilan. Hurmatli kuzatuvchilar, ovqatim tayyor bo'ldi. Endi bunga mana bunday qilib mana hurmatli kuzatuvchilar, ovqatimiz tayyor bo'ldi. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Yanagi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Mana hurmatli kuzatuvchilar, bemalol Ana.